Kelishganimizdek, o'tgan darsimizda biz oddiygina ko'rinishdagi forma yasashga kelishgandik. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, shu oddiy forma. Bugungi darsimizda shu formalar haqida ozroq mashg'ulot qilib, shuni amalda sinab ko'ramiz. Mana bu yerda ajoyib bir link bor. Bu yerda barcha HTML inputlarning turlari haqida ozroq ma'lumot berib o'tilgan. Imkoningiz bo'lsa, buni bir ko'zdan kechirib chiqsangiz maqsad muvofiq bo'lardi. Shu mashg'ulotimiz mobaynida shu jadvalga e'tibor berishga yoki foydalanish uchun harakat qilamiz. Demak, boshladik. Birinchi qiladigan ishimiz Sublime Textda yangi fayl yaratamiz va buni saqlaymiz. Shu oldingi ochgan papkamizning ichiga forum deb nomladim men. Ya'ni inglizchasi forma bo'ladi. Endi mana bu yerda biz qiziq bir narsani ko'rishimiz mumkin. Ya'ni Sublime Textni o'ziga xos afzalliklari bor. Boshqa bir qancha matn muharrirlarida o'tgan safar HTML strukturasini ko'rib o'tgandik. Endi mana buni agar eslab qolmagan bo'lsangiz, eslab qolishga harakat qiling. Lekin Sublime Textda buni yaratishning oson yo'llaridan biri bor. Ya'ni HTML deb yozaman hamda tab tugmachasini bosaman. Mana bu yerda menga ikkita ko'rinishni ko'rsatmoqda. Sizda yangi Sublime Textni ya'ni avtomatik tarzda yaratish mumkin. Birinchisini mana stilkani o'zgartirish orqali birinchisi birinchisini tanladim va enter tugmachasini bossam menga HTML ning asosiy strukturasini yaratib beradi. Ya'ni birinchi doctype HTML hamda body, head va uning ichida title. Endi buni o'tgan darsda kelishganimizdek buni indent qilamiz. Mana bu yerda indentimiz space ya'ni 2, ya'ni ikkita joy tashish orqali bularni tartibga keltiramiz. 1 2 va buni ichida o'shancha bo'lgan 1 2. Body. Mana endi ko'rishimiz mumkin chiziqlar orqali HTML ning ichida head hamda body joylashganligini. Titleimiz nomini oddiy forma. Siz istalgan nomlar berishingiz mumkin. Bu majburiy emas. Endi kelishganimizdek o'tgan darsda biz UTF ya'ni kodlashtirish to'plamlari yoki belgilar to'plami haqida aytgandik. Endi buni meta tag bilan UTF-8 ni kiritamiz. Meta charset ana ko'rganingiz avtomatik ravishda mavjud kodlarni bizga ko'rsatmoqda. UTF-8. Demak, buni head tagida joylashtirdik. Endi formamizga boradigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek ma'lumotlar formasi. Buni kelishganimizdek oldingi darslarda esingizda bo'lsa, bu heading ya'ni sarlavha hisoblanadi. Ma'lumotlarga H1 ni H6 gacha bo'lgan shaklda yozishimiz mumkin. Keling buni H1 bilan yozamiz. Demak, bu formamizning eng asosiy nomi hisoblanadi. Avvalambor formani yaratish uchun biz forum ni ichida joylashtiramiz. Ya'ni forum va mana forum. Forum bir nechta atributlar bilan keladi. Ya'ni birinchisi action. Ya'ni bu actionga ma'lum bir manzil yoziladi. Ya'ni qayerga taqdim etilishi haqida. Hozircha bizning veb-saytimizda yo'q, o'shancha buni bo'sh qoldirsak ham bo'ladi. Method ya'ni bu tur qanday turdagi standart shaklda agar methodni yozmasak getga to'g'ri bo'ladi. Agar getdan boshqa post bo'ladigan bo'lsa, ya'ni taqdim etish, odatda biz taqdim etiladi, o'shanda post yoziladi. Demak, hozircha ham bizga bu kerak emas. Qachon biz JavaScriptni o'rganganimizda bunga ko'proq to'xtalib o'tamiz. Lekin bilib qo'yganingiz yaxshi. Endi aytib o'tganimizdek, ma'lumotlar formasi. Demak, buni H1 bilan yozishga kelishdik. H1
ma'lumotlar formasi. Yaxshi. Saqladik va buni oynada browser ko'ramiz. Demak, hozircha bizda ma'lumotlar oynasi H1 bor hamda title oddiy forma. Tekstimizga qaytamiz va yana bir marta rasmni ko'zdan kechiramiz. Mana ko'rganimizdek, ism, email, sana va hokazo va ular inputlardan iborat. Mana bu ismlarni biz label deb nomlagandik. Ko'rib o'tamiz, agar mana bu yerda label bo'ladigan bo'lsa. Hech qisi yo'q, bu yerda hech qanday label berilmabdi. Asosan bu yerda HTML input turlari edi. Demak, label birinchisi ism. Avtomatik ravishda to'ldirdi va keyingisi input. Ya'ni input turlari birinchisi bizda ism, bu oddiy tekst shaklida bo'ladi. O'shaning uchun text yozamiz. Hamda nom attributi bor. Bu nom attributi qachon biz formani taqdim etganimizda to'ldirgan qiymatlarimiz mana shu nom qiymatlari ostida joylashadi. Demak, bunga inputimizning nomi yoki buning qiymati ism, ya'ni shaklda bo'ladi. Saqladik va yana bir marta tekshirib ko'ramiz. Ana ko'rib turganingizdek, ma'lumotlar formasi hamda qiymat shakliga ega bo'lgan input turi bu. Mana bu label, ya'ni yorliq. Xo'sh, ikkinchisi, bizda email ekan. Label, mana input bilan ko'rsataymi yoki o'zini ham birinchisi labelni o'zini tanlaymiz. Demak, for degani bu yerda label for bilan kelishi mumkin, lekin nimaga ishlatadiganligi haqida yozishimiz mumkin. Bu majburiy emas, lekin yozsangiz o'zingizga yaxshi. Demak, ikkinchisi email. Demak, bu email uchun ishlatiladigan haqida ma'lumot bermoqda. Email deb nomladik buni hamda keyingisi input. O'tgan darsda e'tibor bergan bo'lsangiz, input turlarida email uchun email turini ishlatardik va nomni ham to'ldirishni unutmaylik, ya'ni email. Istalgan narsa bo'lishi mumkin, mening emailim va buni. Endi e'tibor bergan bo'lsangiz, bizning inputlarimiz yonma-yon joylashmoqda. Demak, bularni inspect qilamiz va o'tgan darsda e'tibor bergan bo'lsangiz, blok hamda inline turdagi elementlardan iborat edi. Mana inspektorni ochdik. Va mana bu yerda uning displayni ko'rib turgansiz, mana inline block. Demak, inline bu chiziq hamda block, ham chiziqli, ham blokli. Demak, o'ziga keraklicha kenglikni oladi, ham blokli shaklda bo'lishi mumkin. Endi e'tibor bergan bo'lsangiz, mana buni elementni turlarini, ya'ni inspektorda o'zgartirish mumkin. Display block. Ana endi bu blokli shaklda bo'lib, ko'rgan bo'lsangiz, element boshidan oxirigacha bo'lgan masofani egallamoqda. Mana bu o'z shakliga qaytdi. Endi buni olish maqsadida biz inputlarimizni, labelni blokli elementlar ichida joylashtirsak bo'ladi. Demak, o'tgan safar aytgandek, blokli elementlar bular H1 va P taglari deb atagandik. Bu yerda P tagini ishlatsak ham bo'ladi. Mana birinchi buni oldik, ko'chirib oldik va ichiga joylashtirdik. Ikkinchisini oldik va ko'chirib olib ichiga joylashtiramiz. Ana ko'rib turganingizdek, bular endi blokli shaklda bo'lib, ustma-ust joylashmoqda. Chunki P tagi aytib o'tganimizdek, blokli element hisoblanadi, ya'ni sahifamizning boshidan oxirigacha bo'lgan keng masofani egallaydi. Label hamda input bular hali ham inline
shakliga ega. Shuning uchun o'ziga kerakli bo'lgan masofani egallamoqda. Qarang, belgilaganda ko'rishimiz mumkin. P taglar asosan paragraf uchun ishlatiladi. Agar shunday hollarda biz agar strukturamiz to'g'ri bo'lishi uchun o'ylaydigan bo'lsak, bunday holda P ni o'rniga div tagni ishlatsak bo'ladi. Div tag nimaligiga hayron bo'layotgan bo'lishingiz mumkin. Men buni sizga hozir tushuntirib o'taman. Demak, div tag bu hech qanday stilga ega bo'lmagan, lekin blok shaklidagi element hisoblanadi. Ya'ni adashmasam bu division, ya'ni bo'lim degan so'zning qisqartmasi bo'lib, div bu universal element sifatida ishlatiladi. Ya'ni hech qanday xususiyatga ega bo'lmagan elementlar ko'rinishi uchun asosan div ishlatiladi. Ma'lum bir biror veb-saytga tashrif buyuraylik. Bu yerda o'zingiz mana ko'rgan bo'lsangiz, div har bir elementlar uchun maxsus vazifaga ega bo'lmagan elementlar uchun, ya'ni div element ishlatilgan. Mana bu yerda kod elementlari bor. Albatta bu yerda kodlar yozilganligi uchun buni kod, ya'ni kod uchun maxsus bo'lgan element bu kod taglari. Shuning uchun kod ishlatilmoqda. Div esa faqatgina bular uchun qobiq hisoblanadi, ya'ni inglizda wrapper deb atashimiz mumkin. Hech qanday xususiyatga ega emas, faqatgina bu oddiygina joy oluvchi yoki joyni to'ldiruvchi shaklda ishlatiladi. O'shanday hollarda biz asosan divni ishlatishimiz maqsadga muvofiq. Ko'rib turganingizdek, endi bular bir-biriga nihoyatda yaqin masofada joylashib qoldi. Chunki div elementi hech qanday display block shaklida hech qanday qo'shimcha stilistik ko'rinishlarga ega emas. Keyingisi bizda sana. Yana div tagini ochamiz va label hamda tab tugmachasini bosish orqali sana hamda input. Demak, sana inglizda date bo'ladi, o'shancha bu date shakli bilan ishlatiladi. Va buni yana bir marta yangilaymiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda bugungi sanani kiritishingiz mumkin. Bu o'zi avtomatik tarzda bizga sana funksiyasini beradi. Ko'rib turganingizdek, yillarni ham o'zgartirish mumkin. Tug'ilgan sanangiz yoki boshqani kiritish uchun nihoyatda yaxshi bo'lgan input turi hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, mana bu yerda hozir bizda yo'q narsa sizning ismingiz, sizning email. Bu inputning qiymati emas, bu placeholder hisoblanadi. Esingizda bo'lsa, o'tgan darsimizda slaydni ko'rishingiz mumkin. Placeholder, ya'ni bu joy egallovchi. Demak, bu sizning ismingiz. Ya'ni asosan bu foydalanuvchilarga qo'shimcha ma'lumot beradi, nima to'ldirish haqida. Sizning email. Va buni yana yangilayman. Mana ko'rib turganingizdek. Yaxshi. Keyingisi, ya'ni kim? Talaba yoki o'qituvchi. Agar siz dumaloq shakldagi inputni ko'rsangiz, bu radio input deyiladi, ya'ni tugmacha. Faqatgina bittasini tanlash mumkin. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana radio turidagi. Demak, inputlar type radio bilan ishlatiladi va name. Name har doim bir xil bo'lishi kerak. Radio hamda checkbox. Checkboxga to'xtalib o'tamiz keyingisida va unga albatta qiymat berilishi shart. Emasa, qiymatimiz har doim 0 ga teng bo'ladi.
yana div label kim deb nomladik buni? Input. Buni yangi qatordan tasdik o'zimiz uchun o'qish uchun nihoyatda oson bo'ladi. Radio hamda nom. Birinchi nomimiz bu yerda talaba edi, ikkinchisi o'qituvchisi. Uning nomini kim va value qiymat. Talaba va ikkinchisi ham input radio turi kim hamda value o'qituvchi. Yana yangilaymiz sahifamizni. Mana ko'rib turganingizdek, ikkalasidan bittasi faqatgina. Bu bizga tushunarli bo'lish uchun oddiy matn ham yozishimiz mumkin. Matnning orqasidan yozamiz. Talaba hamda o'qituvchi. Ko'rib turganingizdek, talaba tanlandi yoki o'qituvchi. Endi mana shu yerda nomni o'zgartiramiz. Qani ko'raylikchi nima sodir bo'ladi. Kim 2. Ko'rdingizmi? Ikkalasi ham tanlanish mumkin. Bunday hollarda faqatgina name bir xil bo'lgan hollarda bittasini tanlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek. Buni har doim esdan chiqarmang. Keyingi ko'rinishimiz bizda bu select hamda option deyiladi. Demak, drop downda imkoniyatni tanlaydi. Select menu. Ko'rib turganingizdek mana shunday shaklga ega bo'ladi. Demak, birinchi select elementi va unga ham nom beriladi. Faqatgina select elementi name bilan belgilanishi kifoya. Uning ismi esa option, ya'ni tanlovlar. Mana bunday tanlovga faqat qiymat nomi beriladi. Bizda nima o'rganmoqchisiz va buningga biz bir qancha dasturlash tillarini qiymat sifatida berishimiz mumkin option ko'rinishida. Keyingisi ham div tagini ochamiz va select. Selectni tanlash orqali bizga bir qancha imkoniyatlarni berdi. Option qoldirilib ketdi. Bu yerda tabni bosish orqali yangi option yaratish imkoniyatiga egamiz. Demak, bu til deb nomladik, ya'ni dasturlash tili. Mana bu yerda boshqa yangi qiymat multiple, ya'ni bir nechta imkoniyatni tanlash imkoniyatini beradi. Hozircha bizga bu emas, bizga faqat bitta tilni tanlashimiz kerak. Demak, HTML qiymatimiz HTML ga taalluqli, CSS hamda CSS va JS JavaScript. Mana shu uchala qiymat biz uchun kifoya qiladi. CSS tanlandi hamda JavaScript tanlandi. Demak, biz bu yerda select hamda option inputini ko'rib o'tdik. Keyingisi bu ham qiziq inputlardan biri. Buni checkbox deyiladi, ya'ni mana bu shaklni check deyiladi, ya'ni belgilash. Va bu yerda bir qancha o'sha qiymatlar bor. Kompyuter, browser, text editor, telefon. Endi mana bu yerga to'xtab o'tsak, checkbox haqida qo'shimcha ma'lumot berilmoqda. Ya'ni mana bunday
check ya'ni belgilash imkoniyatini beradi. Checkbox qanday ishlatiladi? Bu ham xuddi radio buttonga o'xshab, faqat type turi checkbox hisoblanadi va nom bir xil nomga ega bo'lgan nomga ega va hamda qiymat shaklida ko'rinishida bo'ladi. Radioda faqatgina bitta imkoniyat tanlash imkoni bo'lsa, checkboxda sig'incha imkoniyatni tanlash qobiliyatiga ega bo'ladi. Demak, keyingisini yaratamiz. Div tag hamda input type'imiz checkbox. Yana bir marta tekshirib o'tamiz. Checkbox name hamda value. Kerak, ya'ni bizga kerakli bo'lgan qurollar yoki biz istagan narsalar. Value. Ya'ni bir nechta yaratamiz. Birinchi input checkbox kerak hamda value input checkbox hamda kerak value. Buni qayta-qayta yozsak o'zimizni xotiramizda yaxshi qoladi. Buni kopiya qilib qaytarib yozsak ham bo'lar edi. Sublime'da shunday imkoniyat borki, maxsus komandalar orqali buni to'g'ridan-to'g'ri kopiya qilish mumkin. Men hozir Mac operatsion sistemasidaman. Command Shift D ni bosish orqali shuni kursor turgan yangi elementni kopiya qilib nusxasini olish mumkin. Adashmasam Windowsda Ctrl Shift D ni bosish orqali buni amalga oshirishingiz mumkin. Endi qiymatlarimizni ko'rib o'tadigan bo'lsak, computer, browser, text editor hamda telefon. Computer, browser hamda browser, text editor hamda telefon saqladik va buni sahifamizda yana yangilaymiz. Ko'rib turganingizdek, endi bizda ko'p qiymatni tanlash imkoniyatiga egamiz. Mana bu yerda bitta va bunda ko'p qiymat tanlash imkoniyatiga egamiz. Va so'nggisi bu submit, ya'ni taqdim etish. Endi buni divga olib o'tirishimiz shart emas. Buning inputning o'zi ishlatilmoqda. Shuning uchun faqatgina input submit. Ana ko'rib turganingizdek, submitga taalluqli bo'ldi. Siz buni nomini o'zgartirishingiz mumkin. Qanday qilib? Demak, standart shaklda bu type, ya'ni submit turi submitga taalluqli. Endi bunga nom kerak emas, name'ni o'chirib qo'ysak bo'ladi. Va value, demak bu qiymat. Jo'nat, ya'ni valuega qo'shimcha nom berish orqali biz uni submit turini o'zgartirishimiz mumkin, nomini o'zgartirishimiz mumkin. Endi ko'rib turganingizdek, jo'nat ko'rinishiga ega bo'ldi. Mana bu yerda bir qancha turdagi input turlari bor. Demak, hammasiga bir xil qoida amalga oshadi. Color, ya'ni turdagini tanlaydigan bo'lsak, mana bunday rang tanlash imkoniyatini beruvchi o'ziga xos ko'rinishga ega bo'ladi.
va fayl, ya'ni fayllar tanlash uchun ishlatilishi mumkin. Eng muhimi siz type turini yo'llab olishingiz lozim. Mana bu yerda bir qancha yangi turdagi element turlari mavjud. Demak, bu oddiygina bizning formamiz edi, lekin darsimiz hozircha tamom emas. O'tgan darsda biz indentation ni o'rgangandik, ya'ni bir qatorli yoki to'g'ri joylashtirish haqida. Mana bu yerda biz hammasi indentga e'tibor berib, buni joylashtirdik. Bundan tashqari biz comment, ya'ni izoh qoldirish haqida o'rgangandik. Ya'ni izohlarni HTMLda uchburchak qaus, qo'sh tirnoq hamda ikkita minus hamda istalgan nom, forma boshi hamda buni yakunlaymiz ikkita chiziqcha uchburchak qaus orqali. Va mana bu yerda formaning oxiriga deb yozishim mumkin. Buni yozish nihoyatda vaqtni olishi mumkin. Bunday hollarda bizda qisqa komandalar bor. Ya'ni bu control so'roq belgisi Windows uchun, Mac uchun comment so'roq belgisi orqali mana ko'rib turganingizdek avtomatik tarzda bizga izohlarni qoldiradigan shaklga keltiradi. Forum oxiri. Yaxshi, mana ko'rib turganingizdek bizda hech qanday izoh bu yerda ko'rinmaydi. Faqatgina bu o'zingiz uchun yaratishingiz uchun brauzerni inspect qilganimizda buni ko'rishimiz mumkin. Yaxshi, o'tgan darsimizda yana biz style atributini ko'rib o'tgandik, ya'ni qanday stilistik ko'rinishlarni beradigan atribut edi. Demak, mana bu yerda ism hammasi qora ranglardan iborat. Buni birinchisi rangini o'zgartiramiz. Ya'ni style aytgandek, rang, color va red qizil rangga o'zgartiramiz. Ana ko'rib turganingizdek, hozir rangimiz qizilga o'zgardi. Stilistik ko'rinishlarni berish uchun HTML unchalik ham yaxshi rivojlanmagan. Asosiy vazifasi stilistik bo'yoqlarni berish, bu CSS ning vazifasi. Buni CSS darsimizda ko'rib o'tamiz, lekin buni ham bilib qo'yganingiz o'zingizga havola. Ya'ni o'zingiz bilib qo'yganingiz maqsadga muvofiq. Buguncha darsimiz shu edi. Foydalanib o'tgan shu materiallarimizni men sizlarga link qilib qoldirishga harakat qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat.